Davom etamiz. Aholining ortiqcha ovoragarchiligini oldini olish, qolaversa murojaatlarni tez hal qilishda sayyor qabullarning o'rni ahamiyatli. Shu bois bu jarayon tizimli yo'lga qo'yilgan. Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmalari rahbarlari ishtirokida Oltinsoy tumanida sayyor qabul tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz Sobit Qaynarov reportajida. Kadastr agentligi va Davlat kadastrlari palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmalari rahbarlari ishtirokida Oltinsoy tumanida sayyor qabul tashkil etildi. Unda nafaqat Oltinsoy, balki yondosh tumanlar aholisi va tadbirkorlari o'zlarini qiynayotgan muammolar bilan mas'ullarga yuzlandi. Bu murojaatlardan hozirda ko'proq kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, yer uchastkasini o'z qo'shimchalarini egallab olish holatlari bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Bugungi sayyor qabul davomida fuqarolarning yana bir muhim savoliga oydinlik kiritildi. Ya'ni e'tirof dasturi orqali fuqaro faqat 24 sotiq yer maydonigacha bo'lgan yer uchastkasiga egalik huquqini olishi mumkin. Xo'sh, 24 sotiqdan ortiqcha bo'lsa-chi, unga egalik huquqi qanday bo'ladi? Qolgan yer uchastkasiga nisbatan 49 yil muddatga faqat o'zi uchun ijara shartnomasi asosida berilishi belgilab qo'yilgan. E'tirof etilishi mumkin bo'lgan 24 sotiqdan tashqari yer uchastkasini kimgadir foydalanishi uchun berishi mumkinmi? Bunda tartib qanday? Birovga faqat foydalanish uchun berishi mumkin. Faqat unda dehqon xo'jaligi yuritish sifatida foydalanish ko'zda tutilgan. Tumanning Guliston mahallasida yashovchi 72 yoshli Ibrohim Musulmonqulov ham ayni shu masala yuzasidan qabulga kelgan. O'zini o'ylantirayotgan savollariga to'laligicha javob olganini va muammosi yechim topganini ta'kidlaydi otaxon. Kadastr ishi boshlangandan buyon to'liq ma'lumotga ega emas edim. Bundan so'rasam bunday deydi, undan so'rasam bunday deydi. Xudo bunga ham bir yechim bormikan? Qachon bir qabul sayyor bo'lar ekan deb umid qilib yurar edim. Bugun yakkama-yakka suhbat qildim, ko'nglimdagi muammolarni hal qildim. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan qabul davomida 30 dan ortiq murojaatlar yo'llangan bo'lsa, ularning 10 ga yaqini joyida ijobiy hal etildi. Aksariyati huquqiy tushuncha berish orqali ham yechim topdi. Qolganlari alohida nazoratga olinib, bartaraf etish uchun o'rganib chiqish belgilandi. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.